Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Agar siz Kiristin yoshdan oshgan bo'lsangiz, agar ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz yoki yaqinlaringiz 25-35 yoshga yaqinlashayotgan bo'lsa, bu ma'lumotni o'tkazib yubormang. Bugun men pensiya, ish staji, rasmiy daromad va hujjatlar bo'yicha ko'pchilik e'tibor bermayotgan, lekin keyin juda qimmatga tushadigan muhim o'zgarishlar haqida gapiraman. Bu masala har bir oilaga tegishli. Bugun beparvo bo'lsangiz, ertaga pensiya tayinlashda yillar yo'qolib qolishi, to'lov kamayishi yoki umuman ortiqcha yugur boshlanishi mumkin. Videoni hozirroq oxirigacha ko'ring. Chunki men oddiy tilda kim xavotir olish kerak, kimda muammo bo'lmasligi mumkin, qaysi hujjatlarni hozirdan tayyorlash kerakligini tushuntiraman. Kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotlar vaqtida eshitilsa, odamni katta muammodan saqlab qoladi. Avvalo asosiy masalani tushunib olaylik. Oldin ko'pchilik pensiya masalasiga faqat pensiya yoshiga yetganda kirishardi. Erkak kishi 12 yoshga yaqinlashsa, ayol kishi 55 yoshga yaqinlashsa, shunda mehnat daftarchasini olib, arxiv qidirib, sobiq korxonalarni izlab ma'lumotnoma yig'ishga tushardi. Ko'pchilik men 3 yil ishlaganman, muammo bo'lmaydi deb o'ylardi. Lekin amalda ma'lum bo'ladiki, ishning bir qismi rasmiy bo'lmagan, bir qismida ish haqi to'liq ko'rsatilmagan, ayrim yillarda badal yoki soliq to'lanmagan, ayrim korxonalar allaqachon yopilgan. Arxivda hujjatlar topilmaydi. Hozir esa vaziyat boshqacha. Davlat tizimlari tobora elektronlashmoqda. Pensiya tayinlashda faqat odamning og'zaki gapi yoki eski mehnat daftarchasidagi yozuvning o'zi yetarli bo'lmay qolishi mumkin. Ma'lumotlar elektron bazalar, soliq to'lovlari ish beruvchi tomonidan topshirilgan hisobotlar. Arxiv hujjatlari va shaxsiy jamg'arib boriladigan pensiya ma'lumotlari bilan solishtiriladi. Mana shu joy ko'pchilik uchun og'riqli. Chunki odam hayoti davomida ishlagan, mehnat qilgan. Lekin hujjatda to'g'ri aks etmagan bo'lsa, pensiya hisobida u yil to'liq tan olinmasligi yoki qo'shimcha isbot talab qilinishi mumkin. Men buni vahima qilish uchun aytmayapman. Men buni siz hozirroq tekshirib, tuzatib qo'yishingiz uchun aytyapman. Ayniqsa 40 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan odamlar uchun bu juda muhim. 40 yoshda odam hali pensiyaga ancha bor deb o'ylaydi, lekin aynan shu yoshdan boshlab ish stajini, rasmiy daromadini, soliq to'lovlarini nazorat qilmasa, 75 yoki 6 yoshda kech bo'lishi mumkin. 65 yoshdan oshganlar uchun ham muhim. Chunki ayrimlar pensiya qayta hisob-kitob qilinishi, qo'shimcha staj tan olinishi yoki hujjatlar tiklanishi mumkinligini bilmaydi. Endi oldin qanday edi, hozir nima o'zgardi degan savolga oddiy qilib javob beraman. Oldin ko'p jarayon qog'ozga tayanardi. Mehnat daftarchasida yozuv bor bo'lsa, muhr bor bo'lsa, odam o'zini xotirjam his qilardi. Ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma korxonadan olinardi. Agar korxona yopilgan bo'lsa, arxivdan qidirilardi. Ayrim hollarda sud orqali ish staji isbotlanardi. Jarayon ko'proq qo'lda tekshirilardi. Ma'lumotlar tarqoq edi. Hozir esa davlat xizmatlari, soliq organlari, bandlik tizimi, pensiya tizimi o'zaro bog'lanib boryapti. Rasmiy ish haqi, yagona ijtimoiy to'lov yoki ijtimoiy soliq, ish beruvchining hisobotlari, shaxsning mehnat faoliyati haqidagi elektron ma'lumotlar katta ahamiyatga ega bo'lyapti. Bu nimani anglatadi? Agar siz haqiqatan ishlagan bo'lsangiz ham, lekin ish beruvchi sizni rasmiylashtirmagan bo'lsa, pensiya tizimida u davr ko'rinmasligi mumkin. Agar oyligingiz 5 million bo'lib, hujjatda 1 million ko'rsatilgan bo'lsa, kelajakdagi pensiya hisobida yuqori daromad emas, rasmiy ko'rsatilgan summa inobatga olinishi mumkin. Agar siz tadbirkor bo'lib ishlagan bo'lsangiz, lekin majburiy to'lovlar vaqtida amalga oshmagan bo'lsa, o'sha davrni tan oldirishda savollar tug'ilishi mumkin. Kimlar eng ko'p xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda norasmiy ishlaganlar. Masalan, qurilishda usta bo'lib 10 yil ishlagan, oyiga 6-7 million so'm topgan. Lekin hech qayerda rasmiy ishchi sifatida ko'rsatilmagan odamni olaylik. U men 10 yil mehnat qildim deydi. Ha, mehnat qilgan. Lekin pensiya hisobida savol bitta, hujjat bormi, to'lov bormi, ish beruvchi tasdiqlaganmi? Agar bular bo'lmasa, o'sha 10 yilni stajga qo'shish juda qiyinlashadi. Ikkinchi xavf guruhi ish haqi konvertda olganlar. Masalan, ayol kishi tikuv sexda 15 yil ishlagan. Haqiqiy oyligi 4 million bo'lgan. Lekin rasmiy hujjatda eng kam miqdorga yaqin summa ko'rsatilgan. Pensiyaga chiqqanda u men yaxshi oylik olganman deydi. Lekin tizim rasmiy daromadingiz mana buncha bo'lgan deydi. Natijada pensiya kutilganidan
ancha past chiqishi mumkin. Bu holat juda ko'p uchraydi. Chunki odam yoshligida qo'lga ko'proq pul tushishini o'ylaydi, lekin 20 yil keyingi pensiya oqibatini hisoblamaydi. 3-xavf guruhi korxonasi yopilgan yoki nomi o'zgargan tashkilotlarda ishlaganlar. Masalan, 1998-yildan 2006 yilgacha zavodda ishlagan odam bor. Zavod keyin xususiylashtirilgan, nomi o'zgargan, keyin tugatilgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin ish haqi haqida ma'lumotnoma kerak bo'lganda arxivdan topilmaydi. Agar hujjatlar topshirilmagan bo'lsa, odam oylar davomida arxiv, hokimiyat, sud, sobiq rahbarlarni qidirishi mumkin. Shuning uchun pensiya yoshini kutmasdan hozir tekshirish kerak. 4-guruh chet elda ishlaganlar. Ko'pchilik Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatlarda yillar davomida ishlagan. Lekin u yerda rasmiy shartnoma bo'lganmi? Soliq to'langanmi? O'zbekiston tizimi bilan qanday bog'lanadi? Xalqaro shartnomalar doirasida tan olinadimi? Bular alohida tekshiriladi. Men Moskvada 2 yil ishladim degan gapning o'zi yetarli emas. Shartnoma ish beruvchi ma'lumotnomasi, sug'urta to'lovlari, tarjima qilingan hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. 5-guruh. Uy bekalari va uzoq vaqt rasmiy ishlamagan ayollar. Men buni alohida aytaman, chunki ko'p oilalarda ayol kishi bolalarni katta qiladi, uyda ishlaydi, dala tomorqa bilan shug'ullanadi, qarindoshlariga qaraydi. Bu ham mehnat. Lekin pensiya tizimida har doim ham rasmiy staj sifatida ko'rinmaydi. Ayrim davrlar, masalan, bolani parvarish qilish davri qonunda belgilangan tartibda stajga qo'shilishi mumkin. Lekin buning ham hujjati bo'lishi kerak. Tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh hujjatlari, yashash joyi ma'lumotlari va boshqa tasdiqlar. Endi kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar siz butun mehnat faoliyatingiz davomida rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchi sizni to'liq rasmiylashtirgan bo'lsa, ish haqi real ko'rsatilgan bo'lsa, soliq va ijtimoiy to'lovlar o'z vaqtida to'langan bo'lsa, elektron tizimda ma'lumotlaringiz to'g'ri chiqsa, sizda katta muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin shunda ham men xotirjamman deb o'tirish to'g'ri emas. Chunki bitta harf xatosi pasport almashgandagi ma'lumot farqi, familiya o'zgargani. Eski korxona nomini to'g'ri yozilgani ham jarayonni cho'zishi mumkin. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan. Mehnat daftarchasining bir qismida qizlik familiyasi, keyingi qismida turmushdagi familiyasi bor. Agar nikoh guvohnomasi yo'qolgan bo'lsa yoki hujjatlar bir-biriga mos kelmasa, pensiya tayinlashda qo'shimcha isbot so'ralishi mumkin. Bu kichik narsa bo'lib ko'rinadi. Lekin amalda odamni bir necha hafta yoki oy ovora qiladi. Keling, aniq misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, 52 yoshli erkak, ism sharifini shartli ravishda Bahrom aka deylik. U 1995 yildan 2005 yilgacha kolxozda. 2006 yildan 2015 yilgacha qurilish firmasida. 2016 yildan hozirgacha esa xususiy ustachilik bilan shug'ullangan. Mehnat daftarchasida kolxoz davri bor, lekin qurilish firmasida faqat 4 yil rasmiy ko'rsatilgan. Qolgan yillari keyin rasmiylashtiramiz deb yurilgan. 2016 yildan keyingi ustachilik esa umuman rasmiy emas. Bahrom aka o'zicha 30 yil ishladim deb hisoblaydi, lekin hujjatda o'lim yilgina aniq chiqishi mumkin. Pensiya yoshiga 8 yil qolganda buni bilsa, hali nimanidir tuzatish yoki tartibdagi tadbirkor sifatida rasmiylashish, to'lovlarni yo'lga qo'yish, eski hujjatlarni qidirish imkoniyati bor. 6 yoshda bilsa, juda qiyin bo'ladi. Ikkinchi misol, 77 yoshli ayol, Dilorom opa. U 20 yil maktabda ishlagan, keyin 10 yil xususiy o'quv markazida dars bergan. Maktab davri rasmiy muammo yo'q, lekin o'quv markazida ish haqi naqd berilgan. Shartnoma har yili yangilanmagan, ayrim yillarda umuman buyruq chiqarilmagan. Dilorom opa o'zini 30 yil pedagogik faoliyat qilgan deb biladi, lekin pensiya hisobida faqat rasmiy davrlar ko'rinadi. Agar u hozir o'quv markazidan buyruqlar nusxasini, ishga qabul va bo'shatish haqidagi ma'lumotlarni, ish haqi hisobotlarini talab qilib olsa, keyin ancha yengil bo'ladi. 3-misol, 62 yoshli pensioner. Pensiyasi kam chiqqan, lekin u men oldin katta oylik olganman dedi. Tekshirilsa 2000 yillarda ishlagan korxona ish haqini to'liq ko'rsatmagan yoki hujjatlar arxivga topshirilmagan. Bunday holatda odam pensiya tayinlangandan keyin ham ayrim hujjatlarni topib, qayta hisob-kitob qilish uchun murojaat qilishi mumkin. Lekin bu jarayon oson emas. Arxivdan ma'lumotnoma ish beruvchi hujjati. Ba'zan sud qarori talab qilinadi. Shuning uchun men doim aytaman.
pensiyaga chiqishdan oldin tayyorgarlik pensiyaning o'zidan kamida 3-5 yil oldin boshlanishi kerak. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, mehnat daftarchasidagi yozuv har doim ham yetarli bo'lmasligi mumkin. Agar yozuvda buyruq raqami yo'q, sana noto'g'ri, muhr o'qilmaydi. Lavozim ko'rsatilmagan yoki korxona nomi chalkash bo'lsa, qo'shimcha tasdiq so'raladi. Shuning uchun mehnat daftarchangizni hozir ochib ko'ring. Har bir ish joyida ishga qabul qilingan sana, bo'shagan sana, buyruq raqami, tashkilotnoma va muhr aniqmi? Agar yo'q bo'lsa, hozir tuzatish osonroq. Ikkinchi nozik jihat, bir vaqtning o'zida ikki joyda ishlash. Ayrimlar asosiy ish joyidan tashqari qo'shimcha ish qiladi. Bu yaxshi, lekin hujjatlar to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. O'rindoshlik asosida ishlagan bo'lsangiz, shartnoma, buyruq, ish haqi, to'lovlar aks etgan bo'lishi lozim. Aks holda men kechasi ham ishlaganman degan gap pensiya hisobida avtomatik kuchga ega bo'lmaydi. Uchinchi nozik jihat, tadbirkorlik faoliyati. Yakka tartibdagi tadbirkor bo'lganlar, dehqon xo'jaligi, oilaviy korxona, fermer xo'jaligida ishlaganlar o'z to'lovlarini tekshirishi kerak. Faoliyat guvohnomasi bo'lgani bilan har doim ham staj to'liq shakllanmaydi. Muhimi, qonunda belgilangan to'lovlar qilinganmi? Hisobotlar topshirilganmi? Faoliyat davri bazada ko'rinadimi? Ba'zan odam guvohnoma ochgan keyin faoliyat yuritmagan, to'lov qilmagan, lekin menda tadbirkorlik 5 yil bo'lgan deb o'ylaydi. Tizim esa boshqacha ko'rsatishi mumkin. 4-chi nozik jihat, harbiy xizmat, o'qish, bola parvarishi, nogironligi bo'lgan shaxsni parvarishlash kabi davrlar. Bularning ayrimlari qonuniy tartibda stajga ta'sir qilishi mumkin, lekin hujjatsiz hech narsa bo'lmaydi. Harbiy bilet, diplom, akademik ma'lumotnoma, tug'ilganlik guvohnomasi, tibbiy hujjatlar, parvarish bo'yicha tasdiqlar kerak bo'ladi. Men ko'p ko'rganman. Odamda huquq bor, lekin hujjat yo'q. Huquqni isbotlay olmagandan keyin foyda kamayadi. 5-chi nozik jihat, pasport va shaxsiy ma'lumotlar. Eski pasport, yangi ID karta, familiya o'zgarishi, tug'ilgan sana xatosi, ismning bir hujjatda Gulnora, boshqasida Gulnora yozilishi ham muammo tug'diradi. Elektron tizimlar bir xil ma'lumotni yaxshi taniydi, lekin farq bo'lsa, odam qo'lida isbotlab yuradi. Shuning uchun barcha hujjatlaringizdagi ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana bir xil yozilganini tekshiring. Endi amaliy qadamlar. Men sizga aniq reja beraman. Birinchi qadam, hoziroq mehnat daftarchangizni toping. Agar mehnat daftarchasi ish beruvchida bo'lsa, nusxasini oling. Har bir sayfasini suratga oling yoki skaner qiling. Yozuvlar o'qiladimi? Muhrlar bormi? Sanalar ketma-ketmi? Bo'shlik yoki chalkashlik yo'qmi? Tekshiring. Agar biror yozuv tushunarsiz bo'lsa, o'sha tashkilot hali ishlayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limiga murojaat qilib tuzatishni so'rang. Ikkinchi qadam, rasmiy ish stajingizni elektron shaklda tekshiring. Buning uchun yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali, ya'ni May, Tomkapkub.uz orqali tegishli xizmatlardan foydalanish mumkin. Shuningdek, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga borib, o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni tekshirtirishingiz mumkin. Men tavsiya qiladigan gap, mening mehnat stajim va pensiya hisobiga ta'sir qiluvchi ma'lumotlar bazada qanday aks etganini tekshirib bermoqchiman deb murojaat qiling. Shunchaki pensiyam qancha bo'ladi demang. Aynan ma'lumotlar to'liqligini so'rang. 3-chi qadam, soliq va ish haqi ma'lumotlarini tekshiring. Agar siz hozir ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingizdan siz uchun rasmiy ish haqi qanday ko'rsatilayotganini biling. Oylikning bir qismi karta orqali, bir qismi naqd berilsa, kelajakda rasmiy qismi muhim bo'lishini unutmang. Ish beruvchi baribir pensiya bo'ladi desa, bunga ko'r-ko'rona ishonmang. Sizning nomingizdan ijtimoiy soliq to'lanyaptimi? Hisobotlarda siz xodim sifatida ko'rsatilganmisiz? Shuni aniqlang. 4-chi qadam, eski ish joylaringiz bo'yicha hujjat yig'ing. Korxona ishlayotgan bo'lsa, ishga qabul qilish va bo'shatish buyruqlari nusxasi, ish haqi haqida ma'lumotnoma, lavozim va ishlagan davrni tasdiqlovchi ma'lumotnoma oling. Korxona yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Tuman yoki shahar arxivlari. Do'raviy arxivlar, tugatilgan korxona hujjatlari topshirilgan joy bo'lishi mumkin. Murojaatda aniq yozing, qaysi yillarda, qaysi tashkilotda, qaysi lavozimda ishlagansiz, hujjat nima uchun kerak? 5-chi qadam. Agar hujjat topilmasa, darhol taslim bo'lmang. Ba'zi hollarda sud orqali mehnat faoliyatini tasdiqlash mumkin bo'ladi. Lekin buning uchun guvohlar, bilvosita hujjatlar, ish haqi vedomoslari,
kasaba uyushmasi bileti. Eski buyruq nusxasi, mukofot yo'rlig'i, tibbiy daftar, hatto eski xizmat guvohnomalari ham yordam berishi mumkin. Men buni hamma holatda ishlaydi demayman, lekin hujjat yo'qolgan bo'lsa. Imkoniyatlarni huquqshunos yoki pensiya bo'yicha mutaxassis bilan ko'rib chiqish kerak. 6-qadam. Agar siz norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, vaziyatni hozirdan o'zgartiring. Ish beruvchidan mehnat shartnomasi talab qiling. Agar yakka o'zingiz xizmat ko'rsatsangiz, qonuniy faoliyat shaklini tanlang. Yakka tartibdagi tadbirkorlikmi, o'zini o'zi band qilishmi yoki boshqa shaklmi, buni mutaxassis bilan aniqlang. Muhimi, daromadingiz va faoliyatingiz davlat tizimida ko'rinsin. Bugun qog'ozsiz ishlasam ko'proq pul qoladi degan qaror ertaga past pensiya yoki staj yetishmasligi bo'lib qaytishi mumkin. 7-qadam. Barcha shaxsiy hujjatlarni tartibga soling. Pasport yoki ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, diplom, harbiy bilet, nogironlik yoki parvarish bo'yicha hujjatlar. Mehnat daftarchasi, eski ma'lumotnomalar, soliq to'lovlari bo'yicha kvitansiyalarni bitta papkaga joylang. Men hatto har bir hujjatni telefonda sifatli suratga olib, alohida elektron papkada saqlashni tavsiya qilaman. Telefon yo'qolsa, bulutli xotirada yoki fleshkada nusxa bo'lsin. 8-qadam. Pensiya yoshiga 2-3 oy qolganda emas, kamida 52 yil oldin pensiya jamg'armasi bo'limiga maslahatga boring. Menda qaysi hujjatlar yetishmayapti? Qaysi davrlar bazada ko'rinmayapti? Oldindan nima tayyorlay deb so'rang. Mutaxassis sizga aniq ro'yxat aytishi mumkin. Ko'p odam oxirgi oyda boradi, keyin hujjat yetishmaydi. Pensiya tayinlash cho'ziladi, asab buziladi. Yana bir muhim ogohlantirish, internetda tarqalayotgan har bir gapga ishonmang. Hamma pensiyadan mahrum bo'ladi. 65 yoshdan keyin pul berilmaydi. Eski stajlar bekor qilindi degan vahimali gaplar ko'p bo'ladi. Men sizga ekspert sifatida shuni aytaman. Eng to'g'ri yo'l rasmiy manbani tekshirish. Qonun hujjatlari, pensiya jamg'armasi izohlari, davlat xizmatlari portali, malakali huquqshunos yoki buxgalter maslahati. Lekin vahimali gaplar yolg'on bo'lishi mumkin deb umuman beparvo bo'lish ham xato. Chunki asosiy haqiqat shuki, hujjat, rasmiy staj va to'lovlar masalasi tobora muhim bo'lib boryapti. Agar siz 41-45 yoshda bo'lsangiz, eng katta ustunligingiz vaqt. Siz hali ko'p narsani to'g'rilay olasiz. Rasmiy ishga o'tish, daromadni qonuniy ko'rsatish, eski hujjatlarni tiklash, tadbirkorlik to'lovlarini tartibga solish mumkin. Agar 45 yoshda bo'lsangiz, kechiktirmang. Chunki har bir yil muhim. Agar 65 yoshda bo'lsangiz yoki allaqachon pensiyada bo'lsangiz, hujjatlaringizni baribir tekshiring. Balki qaysidir davr qo'shilmagan, balki qayta hisob-kitob qilish uchun asos bordir. Balki bolalar yoki harbiy xizmat, eski ish haqi ma'lumotlari to'g'ri kiritilmagandir. Men bu videoda sizni qo'rqitish uchun emas, uyg'otish uchun gapirdim. Bugungi davrda pensiya masalasida hammasi o'zi bo'ladi degan fikr xavfli. Siz o'zingizning mehnat tarixingiz egasisiz. Ish beruvchi bugun bor, ertaga yopilishi mumkin. Arxidagi qog'oz bugun topiladi, ertaga yo'qolishi mumkin. Lekin siz hozirdan nusxa olib, tekshirib, rasmiylashtirib qo'ysangiz, kelajakda o'zingizni ham, oilangizni ham katta tashvishdan saqlaysiz. Xulosa shuki, eng muhim 3 narsa bor. Birinchisi, ish stajingiz hujjat bilan tasdiqlangan bo'lsin. Ikkinchisi, daromadingiz va to'lovlaringiz rasmiy ko'rinsin. Uchinchisi, barcha shaxsiy hujjatlaringiz bir-biriga mos va tartibli bo'lsin. Shu 3 narsani nazorat qilgan odam pensiya yoshiga kelganda ancha xotirjam bo'ladi. Sizdan iltimos hozir izohlarda yozing. Yoshingiz nechada? Mehnat daftarchangiz qo'lingizdami? Elektron bazada stajingizni tekshirtirganmisiz? Balki sizda arxiv, eski korxona yoki pensiya hisob-kitobi bo'yicha tajriba bordir. Boshqalarga foydasi tegishi uchun yozib qoldiring. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring, ayniqsa girdim yoshdan oshgan ota-onangiz, aka-ukangiz, opa-singlingiz ko'rsin. Kanalga obuna bo'ling, chunki men sizga murakkab qonuniy va moliyaviy masalalarni oddiy tilda tushuntirishda davom etaman.